Alloh taolo taborak nima narsaga qanday harakat qilishimizning tezligini Qur'onda 3 ta oyatda bayon qiladi. Mana rizq haqida gapirganda aytadiki, famshu fi manakibiha deydi. Va kulu min rizqihi. Rizqqa harakat qilganda qanday yurishimiz kerakligini tezligini aytayaptiki, yuringlar deydi. Famshu fi manakib. Yer kengliklarida yuringlar va rizqingizni terib yeng deydi. Demak, rizqqa harakat qiladigan odam yurish kerak ekan. Oddiy yurish kerak ekan. Yugurish yo chopish, tez yurish kerak emas ekan. Endi namozga buyurgan joyda aytadiki, mana Juma surasida, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-solati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah deydi. Allohning zikriga chaqirilganda sa'y harakat qilinglar deydi. Sa'y harakat degan tez borishda, bir narsaga shoshib borishda sa'y harakat deydi. Demak, ibodatga, zikrga, namozga chaqirilganda nima qilamiz ekan? Tez boramiz ekan. Ana endi Allohga qarab yurishni tezligini Alloh taolo fafirru ilalloh deydi. Allohga boradigan bo'lsangiz choping deydi. Ya'ni qochinglar deyapti. Fafirru, Allohga qochinglar deyapti. Qochish kerak bo'lsa Allohga qochinglar deydi. Qochgan odam sekin yurmaydi yoki shoshib yurmaydi. Qochgan odam yuguradi. Ana Allohga intilish, Alloh bir ishga buyurgan bo'lsa, Alloh bir ishdan qaytargan bo'lsa, o'shanga mana chopib amal qilish kerak ekan. Mana shunday hayotimizdagi ishlarda shunday qilishimiz kerak.